Assalamu alaykum, hörmətli qeyrindaşlarım, yaxşımısızlar? Universal kanalımızga hoş geldinglar. Mən qeyrindaşыңlar Ramila Abdimit. Bugün sizlar bilan qayta görüşkənligim üçün intayın xoşalman. Bugün sizlar bilan vatanimizda Xitoy tarafidan yurgizilayotgan qizil terrorlik muhitida yo'q qilinayotgan Uyg'urlarning yana bir o'g'lani, jamoat arbobi, fidokor ma'rifchi Abduveli Muqit haqida o'rtoqlashmoqchi. Abduveli Muqit 1944-yili 11-ayning 8-kuni Qo'ljida ma'rifatparvar oilasida dunyoga kelgan. Boshlang'ich va o'rta maktabni bitirgandan keyin atalmish Xinjiang universitetining fizika fakultetiga qabul qilingan. U maktab bitirgandan keyin tug'ilib o'sgan yurti G'uljiga qaytib kelib, maktab, ma'rif idorasi va radio televiziya istansiyasida xizmat qilgan. 2018-yili 5-ayning 8-kuni Xitoy jallodlari tarafidan tutib ketilib, jazo lageriga tashlangan. Biz ko'p qitim tirishchilik ko'rsatgan bo'lsakmi, uning oqibatidan hech qanday xabar olamadik. Öz vaqtida Xitoyning madaniyat sur inqilob mezgilida yoshlik bahori g'azon qilingan yoshlarimiz hozir 70-75 yoshlarga kirib qolgandimi, uningdanmi dahshatlik, uningdanmi vahshiy terrorlikni beshidan ikkinchi qitim o'tkazmoqda. Mana shularning birisi al-suygan ma'rifchi Abdimit Xolis Fundi jamiyatning yetakchisi va qurg'uvchilardan birisi Abduveli Muqitdir. Abduveli Muqitning hayoti ma'rif, bol tarbiyalash, yangi nasllarni yetishtirishga bag'ishlangan hayotdir. Uning hayotini bir ikki so'z bilan ifodalash mumkin emas. Shunga biz Uyg'urlarning suyimli qizi, shoira, jurnalist Salima A. Kamalning Abduveli Muqit haqida yozgan Yurt o'g'li nomli adabiy axborotini diqqatingizga sundik. Tuvanki uninishdan anglag'aysizlar. Hurmatli qarindoshlarim, chet eldagi bir qism Uyg'urlar vatandagi lagerda yetayotgan ota-onalari, qarindoshlari, bolvoqlar uchun guvohlik bermoqda. Lekin lager yetayotgan millionlagan Uyg'urlarning chet ellarda tuqqanlari bo'lishi notayin. Shunglashqa men talashayotgan Uyg'urlarni qo'shnisi, ma'lidishi, ustozi, saboqdishi, xizmatdishi, sabdishi, kasbdishi, safardishi, tonish bilishi, do'st yoralar uchun guvohlik berishga chaqirman. Bizning guvohligimiz ish bo'lmasa shu qarindoshlarimizning hayotini saqlab qolishi mumkin. Tuvanda men ustozim Abduveli Muqit haqida guvohlik beraman. Mana bu Abduveli Muqitning rasmi. Xitoy ustozim Abduveli Muqitni shartsiz tezdan qo'yibdi. Hurmatli qarindoshlarim, agar vatanda begunoh lagerlarga kirib yetayotgan Uyg'urlardan xabaringlar bo'lsa, guvohlik berishni xohlasanglar, agar guvohlik berishdan chekinsanglar, men bilan aloqalashsanglar, men guvohlik berishga tirishaman. Mening aloqalash nomerim 647 450 87 60. Hurmatli qarindoshlarim, bugungi programmamiz mishada oxirlashdi. Kelar haftada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.